Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Dedaki kitobining 7-bobini o'qib chiqamiz. Uning sarlavhasi quyidagicha cho'mdirilish haqida. Cho'mdirilishga kelganda quyidagicha cho'mdirgin. Boshida yangi iymonlilarga yuqorida aytilgan ta'limotlarni o'qitganingdan keyin Ota va O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan tirik yoki oqar suvda cho'mdirgin. Matto 28-bob 19-oyatda mana shu buyruq berilgan. Bu oyatda Rabbimiz Iso Masih shunday deydi: "Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar, ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar" deb yozilgan. Agar tirik yoki oqar suv bo'lmasa, boshqa suvda cho'mdirgin. Sovuq suvda buni bajarishning iloji bo'lmasa, iliq suvda cho'mdirgin. Agar unisi ham, bunisi ham bo'lmasa, Ota va O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan 3 marta boshiga suv quygin. Cho'mdirilishdan avval cho'mdirilayotgan ham, cho'mdiruvchi ham roza tutishsin. Agar boshqalar ham roza tuta olsa, tutishsin. Belgilangan vaqtdan 1 yoki 2 kun oldin cho'mdiruvchiga roza tutgan deb buyruq ber. Bu bob ham qisqa bo'lgancha shu yerda to'xtataman. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Savol yoki izohingiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Hamda bemalol shu videolarni boshqalarga tarqatsangiz va bersangiz bo'ladi. Hozir hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.